Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 10 ayning 11 kuni seshanba. Aldı bilan men dunyoning iqtisodiy vaziyati to'xtalgandan keyin, ondan bu yillik Nobel iqtisod mukofotiga erishuvchi kishilar va ularning qarashlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beraman, qiziquvchilarning anglashini ham umid qilaman. Esimizda bo'lganidek, bu yil 1-oydan boshlab dunyoning iqtisodiy vaziyati cho'kish holatiga ko'chdi. Amerikaning iqtisodiyotida chekinish bo'ldi. Masalan, bu yilning 1-mavsumida, ya'ni yanvar bilan martning oralig'ida Amerikaning iqtisodiy 1.16% taraydı. İkinci faslda 0.16% taraydı. İqtisod ilmida, ya'ni ma'lum texniklik ma'nodan aytgan vaqtda iqtisod ilmida agar bir davlatning iqtisodi uda 2 fasl, ya'ni yarim yil keyin shunday chekinish holatida bo'lsa, bu iqtisodning chekinishini, recessionni keltirib chiqardi deb qaraydi. Agar bu recession, ya'ni bu xil chekinish davomli yomonlashsa, ya'ni bu yerda nurg'un odamlar ishsiz qolsa, milliy daromad aziyish bilan birlikda nurg'un odamlar ishsiz qolsa, bu oxirida iqtisodiy bo'hronni keltirib chiqardi deydigan shunday bir qarashlar bor. Ammo Amerikaning iqtisodi, ya'ni butun dunyodagi mamlakatlarning iqtisodi solishtirgan vaqtda Amerikaning iqtisodi yanada yaxshi nimishqa deganda, Amerikada ishsizlik nisbati to'van. Ya'ni hozir 3.14-3.15%, ya'ni tabiiy ishsizlik nisbatiga, ya'ni iqtisodiy faoliyatlarda jamiyatlar qabul qila oladigan, ya'ni ijtimoiy voqealarni, siyosiy voqealarni chiqarmaydigan bir xil tabiiy ishsizlik holatiga yaqinlashdi degan gap. Yani bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, iqtisodda bizga nisbatan foydasiz ahvollar munolardan iborat, ya'ni pul pahal. Narsalar pulning setilish kuchi tuvalladi. Eng cho'ng shu. Ya'ni bularning ichida bizningki turmushimiz munosabatli bo'lgan yemak, ichmak va energiya baholari, energiyaningki tanlarga eshib ketdi. Albatta bu pul pahalligining ichiga, ya'ni pul pahalligini Consumer Price Index deb qo'ydi, iste'molchilar baho ko'rsatkichi. Ya'ni CPI deb qo'ydi, mal bahosining o'zgarishini hisoblaydigan ko'rsatkich. Bularning ichiga shu energiya va yemak-ichmakning baholari qo'shilib ketadi. Bular yuqori, shunga mana shundaq omillar tarkibda yuqori bo'lganligi uchun pul pahalligininki, Amerikadagi pul pahalligi hozir 40 yildan buyon eng yuqori nuqtada. Mana bu xil ahvolning yomonlab ketishining oldini olish uchun Markaziy bankka Federal Reserve o'sim nisbatini bundan necha qatim o'stirdi bu yil. Yilning oxirigacha yana bir qatim o'stirdi degan gap bo'layotdi. Buning nisbatan kishilarda ba'zi mablag'chilik shirkatlarininki mas'ullari, CEO'lari, ya'ni ijroiy raislari buningga qarshi fikrlarni qiladi. Unda qilsang bu o'g'in shirkatlarning, idora jamiyatlarning odam qisqartishini keltirib chiqaradi, ya'ni ishsizlikni oshiradi. Bu chaqda sen pul pahalligini tizginlayman deb iqtisodiy ahvolning texnik yomonlashini keltirib chiqarsan, unda qilma da'vat qillar bo'layotdi. Ammo bu hol nuqul Amerikaningki iqtisodiga xos ahvol emas, balki umumyuzlik hodisa. Ya'ni butun dunyoda mayli iqtisodiy taraqqiy qilgan, sanoatlashgan davlatlarda bo'lsin yoki ko'tarilayotgan iqtisodlarda bo'lsin, masalan Xitoy, Braziliya, Hindiston degandeklarni olib qo'ysaqmi, mana bulardimi bu pul pahallik masalasi va shuning bilan birlikda u davlatlarda ishsizlik masalasi ig'ir. İşsizlik meselesi nayeti ig'ir. Ondan sırt yana taraqqiyot intayin asta, taraqqiyoti bo'lmagan Afrikadagi ba'zi davlatlarda, Sharq Janubiy Osiyodagi ba'zi davlatlarda ahvol texmo xatarlik, ya'ni millionlagan, 100 millionlagan odamlarning yemak-ichmak masalasi intayin qiyin ahvolda. Demak, dunyoning iqtisodi mana shu 2019 yilining oxiri yuz berib 2020 yil tarashqa boshlagan COVID-19 vabosining kasofatidan va uning har xil variantlarining chiqishi tufaylidan mana shunday bir holat kuchib qoldi. Biz ona 3-yilga qadam qo'ydik. Buning ko'langisidan qutulish oldida emas. Bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy faoliyatlarimizga ta'sir ko'rsatgani shu ommaviy sog'lomlik krizisining iqtisodiy krizisga, ya'ni iqtisodiy krizisga aylanib ketish xavfi bor. Ba'zi davlatlarda pul pahalligi intayin ig'ir. Pul pahalligi ig'ir, ishsizlik ig'ir. Mana bunday ahvolda kishilar qanday turmush kechirdi? Ularning hayoti qanday xotirjamlik bo'ldi? Bu ijtimoiy masalalarni keltirib chiqardi. Bu ijtimoiy masala har xil shaklda ifodalandi, ya'ni jinoyatning ortib ketishi, zo'ravonlikning ortib ketishi, degan har xil oilaviy masalalarni keltirib chiqardi. Va balkim oxirida ba'zi jamiyatlarda bu muayyan bir siyosiy voqealarni keltirib chiqarish mumkin. Xuddi bu ayni vaqtda bundan bir necha 10 yillar ilgari
Tunisda yuz bergan Arab bahorininki yuz berishining piltisini yaqqandek ishlarni ba'zi jamiyatlarda bo'lmaydi. Ya'ni Darin Hashimoğlu bilan James Robinsonning kitobida bu masala o'tirib qo'yilgan. Ya'ni davlatlar nimishqa taraq qildi, nimishqa keyinda qoladi yoki vayron bo'ladi degan shu kitobida bu masala o'tirib qo'yilgan. Mana bundaq voqealarni yuz bermaydi bo'lmaydi. Xo'sh, endi bu masalalarga ko'taramsan Sangiltuval degandek, ya'ni bu ishlar oz kelganidek vaboning ustiga hozir Yevropada yuz bergan ikkinchi jahon oxirida yuz bergan urush, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishi. Yani Rossiya olsun, Rossiya dunyoda yani cho'ng energiya bilan ta'minlaydigan, neft bilan, gaz bilan, tabiiy gaz bilan ta'minlaydigan bir davlat. Ukraina ham ochliq bilan ta'minlaydigan davlat. Mana bularningki bu voqealarning yuz berishi, urush bo'lgan yerda xotirjamlik bo'lmaydi. Urushga nisbatan tadbir bo'ladi. Demokratik allarning Rossiyaga qarshi embargo yurgizish natijasida va Rossiya bilan Yevropa allarining o'rtasidagi munosabatning yomonlashishi natijasida gazning qisilishi, energiyaningki qimmatlab ketishi degandek sabablar masalani texmo ig'irlashtirib o'tdi. Undan sirt yana vaboning ta'sirida hozir Xitoydagi bir chaq tizginliq vaboni degan Xitoy o'lim yetim voqeasi intayin az bo'ldi degan Xitoyda hozir bu voqea yani bu vabo texmo ortib ketayotgan gap, ya'ni uning har xil varianti chiqibdi degan gaplar xabarlarda ko'rinyotdi. Shaharda yana qaytadan taqilyotdi. Bunday bo'lsa Xitoy iqtisodiyotining ko'tarilishi emas, cho'kishi aniq bo'lgan gap. Bu Xitoydagi uy mulk krizisi, ya'ni uy mulk shirkatlarining qarzlarini qaytara olmasligi, xalqdan pul olib qo'yib, salamagan uylarning bitish masalasi, uy mulk bahosining tushishi, ba'zi Xitoyning cho'ng xalqaro uy mulk shirkatlari xalqaro pul muomala bozorida ular nurg'un zaymlarni sotgan gap. Dollar qiymatida hisoblangan zaym sotgan gap. Buni to'laydigan ish va undan sirt yana burun Xitoyning har qaysi shahar, viloyat, noyillarda yerlik hukumat ya'ni uy yayilib, uy silib sotilganlarga nisbatan setib berib ulardan tijorat budjet ashundoq olgan. Hozir bu ishmi yo'q. Shunday bo'lganlikda bu yerlikninki kriz Xitoyning o'zini bilsak, yerlikning o'zidami shundoq maliyasi qurg'ilib qolgan. Ya'ni hukumatning maliyasi bajdan keldi emasmi? Baj bo'lmagandan keyin, tijorat bo'lmagandan keyin, baj azaygandan keyin ularning xazinasi qurg'ilib qolgan, ishchilarning maoshini taqtamayotgan, ishsizlik jamiyatning har qaysi sohalarda, ya'ni yoshlar, o'rta yoshlar qatorining orasida yig'ilib ketayotgan shunday bir ahvol bor. Mana bu xil ahvol dunyoninki Amerika bilan Xitoyning o'rtasida savdo urushi, texnik urushi, ideologiya jihatdagi ideologiya jihatdagi urush, diplomatiya jihatdagi urush qatorliqlarning hammasi va ba'zi bir harbiy xirislarning ta'sirida yomonlashayotgan bu munosabat Xitoyning bizga solgan zulmlari tufaylidan Amerikaning ilib olgan ba'zi bir tadbirlari, ularning mahsulotlariga bo'lgan cheklama qatorliqlar Xitoyning ba'zi shirkatlarningki Amerikadan yuqori texnik mahsulotni setilishga bo'lgan cheklamasi, ba'zi Xitoyningki shirkatlarining Amerika paychiga bozordan siqib chiqarilishi qatorliq bu ishlar Xitoyningki iqtisodiga ajallik zarba beryapti. Shunga Xitoyning iqtisodi o'tgandagi bir mazmunda degan edim, Xitoyning iqtisodiningki yaxshinishidan chiqib umid yo'q deb. Chunki u yerda 4 masala bor. Disease, 4D masalasi bor. Disease kasallik. Ikkinchisi jot, ya'ni qurg'oqchilik, suv kamchilik ba'zi yerlarda, bu ziroatlar, ochliq, yezig'lik mahsulotlarning to'lab ketishini keltirib chiqardi. Uchinchisi demografik, ya'ni tug'ilganlarning sonidan o'lganlarning sonining oshishi, nopusning qirilishi, yoshlarningki to'y qilishning kechiktirilishi, ya'ni to'y qilishga urinmasligi, tangping, ya'ni yetib olishi. To'rtinchisi defisit, ya'ni qarzning ortib ketishi, ya'ni yerlik hukumatning qarzining ortib ketishi, xalqaro shirkatlarning, Xitoyning xalqaro shirkatlarining qarzlarining ortib ketishi qatorliq mana shunday masalalar Xitoyning iqtisodini oldiga mang'izmaydi, keyingi chekindilar. Albatta bu Xitoy dunyoning zavodi bo'lgandan keyin xalqaro bozor, Amerikaning bozori, Yevropaning bozori qisqa vaqtning ichida bundan qutulib ketolmaydi. Buning bir jarayon keladi. Ammo Xitoyning mana shu kasallikni agar biz kasallikni ma'lum shaxslar idora qilolmaydi deb qarasak, ammo ba'zi bir
odamlarga qaratgan siyosati, masalan, Uyg'urlarga qaratgan siyosati o başdaki rəhbərlik qatındakı qarar çıxarğıçılar qıla oladigan iş. Mana bu şundaq işlar bularninki həm Xitay diplomatlarının hələqə börsüman uruşqaq diplomatlarınınki, uşaq diplomatlarınınki bəzi diplomatiya sahəsində qıyğan ig'vogarchilikləri yoki hujumchi pozitsiyaları kishilarning ko'nglini elektirib o'tganligi uchun bu xil munosabat Xitoyninki mahsulotlarga nisbatan, shirkatlarga nisbatan xalqaroninki ishiklarini taqulashini keltirib chiqarmoqda. Ya'ni Yevropa bilan Amerikaning iqtisodi bu ikki baza, buna ait cho'ng baza. Bu baza agar Xitoyning mallarga nisbatan shundaq asosda taqiladigan bo'lsa, bir xil taqilmaydi. Asosda taqiladigan ish bo'lsa, Xitoyning iqtisodini deg'im chekindir. Xitoyning iqtisodi dunyo iqtisodining 10% egallaydi. Amerika bilan Xitoyning iqtisodi dunyo iqtisodining alohida 40% egallaydi. Amerikaning iqtisodiga qaraydigan bo'lsak, Amerikaning iqtisodi ikki fasl biroz chekindi. Hamda Xitoyning iqtisodi chekinsa, bu bir-biriga bog'lanib ketgan iqtisodda ahvol bundan keyingi ahvolni toza yaxshi bo'ladi deb o'ylagan olmaydi iqtisodiy faoliyatlarni. Bugun xalqaro pul fondi jamiyati va Dunyo bankasining ba'zi ixtisoslari dunyo iqtisodining kelar yillik mo'lcharini to'valatgan gap. Yani 3,6%dan 2,10% uchib qoladi deb. Bu 1% dunyo iqtisodining 1% chekinishi nurg'un narsani derak berdi. Ya'ni ishsizlik, nomrodlikning ko'payib ketishi, anan iqtisodiy nachar ahvollarning ko'payib ketishi degandek, ig'lab ketishi degandek masalalardan derak berdi. Undan sirt yana pul baholigi masalasi umumiylik mavjud. Banklar, markaziy banklar buni kontrol qilishning qo'ydi, o'sini o'stirib bordi. Bu xil ahvolmi iqtisodning chekinishini keltirib chiqardi. Hatto ba'zilar Amerikaning ba'zi iqtisodshunoslari 6 oy bilan 9 oyning ichida Amerikaningki iqtisodi chekinish bo'ldi deb qarayotdi, ig'ir chekinish bo'ldi deb qarayotdi. Shuning bilan birlikda yana Amerikaningki emgak bozorida ahvol yaxshi bo'lgani bilan 6 oy bilan 9 oyning ichida agar shirkatlarning foydasi ozlab ketsa yoki chiqimi ortib ketsa, bular adam qisqartish boshlaydi. Shunga bu shu oldimizgi vaqtlarda agar ishlam shunday bo'lsa, yana o'simni o'stiradigan ish bo'lsa, Jeremy Powell o'simni yana bir qatim o'stiradigan ish bo'lsa, kelar yilda iqtisodninki ishdan emas, chekinishini faraz qilishga bo'ladi. Xo'sh, endi ba'zi iqtisodshunoslar Amerikaning iqtisodini bu 3-faslda, ya'ni 7 oy bilan 9 oyning ichida pozitiv, ya'ni oshdi 1,9% atrofida bo'ldi deb mo'ljallayotdi, ya'ni plus musbat deb. Ammo 10 oy bilan 12 oyning oralig'ida uni yana manfiy bo'ldi, cho'kdi deb atadi. Bu paychega bozorga bu xil farazlar paychega bozorga, kapital bozorga intayin ta'sir ko'rsatdi. Shunga yaqinqi ahvoldan qaraydigan bo'lsak, urushning uzrab ketishi, ta'minlash zanjiridagi uzukchilik, Xitoyning shaharlarining qayta taqilishi, qatnash transport, havo, sayohatchilik degandek narsalarningki azlishi yoki to'xtashi, ya'ni moddiy ashyo o'tkazmaydi, odamlar o'tkazmaydi, bunga pul o'tkazmaydi-da, mablag' o'tkazmaydi. Mana bu ahvol oldimizdagi yili dunyo iqtisodining umumiylik yaxshi bo'lmaydiganini derak berdi. Shunga cho'nglarning va mana shunaqa ahvollarda ehtiyotkorlik bilan tasmini chinroq bog'lab o'tgan yaxshi deb. Bu dunyoning umumiy iqtisodiy ahvoli. Xo'sh, endi pul muomala bozorida men paychagi bozorida deb o'tdim. Shifrli pul bozoridagi ahvol yaxshi emas. Bitcoin 60% o'tgan yilga qaragan vaqtda 60% qimmatini yo'qotdi. Ethereum yani ikkinchi cho'ng shifrli pul 61% qimmatini yo'qotdi. Bir qism biz shu kanalda eg'izga olgan ba'zi pullar bor edi. Masalan, Gala deymiz, Solana deymiz. Bu pullarda qimmatni yo'qotishib bor. Ammo buni uzun mezgilda tutish kerak. Setvetmeslik kerak. Yani iqtisod yani o'zining izini topadi. Yani bu iqtisodda shunday davriylik va chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi. Shuna buni uzun mezgilroq tutsak, ziyon tortishning o'rniga ozroq foyda ko'ramiz. Ammo qachon foyda ko'ramiz? O oldimizdagi vaqt va sharoit belgilaydi. Agar urush shunday bir to'xtab qolsa, Putinni yengilish bilan yoki bo'lmasa Xitoyning ma'bu saylimida sal mo'tilroq bir odam Xitoyni boshqa yo'nalishga ilib mangsa, mandaq insoniy bir yo'lga ilibroq mangsa, demokratik bir yo'sinda ilib mangsa, shundaq bir navoda bu ahvollarda biroz yumshash, yaxshilanish bo'lishi mumkin. Ya'ni ikki cho'ng davlatning o'rtasidagi
bu xil surkilish iqtisodiy savdo munosabatlarida pul munosabatlarda o'zining ifodasini tepadi. Ya'ni Xitoyning shirkatlariga, texnik shirkatlariga shunday bir cheklama qo'yib edi, mahsulot setish jihatda ularning paylari shunday oshib ketdi. Shuning bilan birlikda Amerikaning nurg'un mablag' soqchilari Xitoyning shirkatlarining paylarini olgan, shunga shu nurg'un odamlarning paylari ham Amerikada uchib ketyapti. Birisini usang sening qo'lingga qanaydi, haqni yarda qildim degan bilan degan o'xshash ahvol bo'ladi bu yerda. Xo'sh, endi men qisqacha bu yil 2022-yili Nobel mukofotiga erishgan, iqtisod mukofotiga erishgan 3 kishi va ularning nazariyasi haqida qisqacha to'xtalib o'tay. Bular ben birdan keyin bu odam Princeton Universiteti iqtisod fakultetining uzun yil fakultet mudiri bo'lgan, keyin 2006-yili Obama mazgilida deyman, Amerikaningki Markaziy bankasining Fed deb qo'ydi, Federal Reserve, ya'ni markaziy zapas banka. Bu odatda shu markaziy bank bo'ladi. Amerikaning markaziy bankasi 12 tarmoq bor buning. Bu markaziy bankasining 8 yil raisi bo'lgan odam bu. Ya'ni Amerikaning pul siyosatini belgilaydigan o'rinning raisi bo'lgan. Cho'ng huquq bu alomat, cho'ng huquq bu. Dunyoning pul muomala kapitalida egizpastlik paydo qilib o'tilgan. Bu kishi yosh chig'ida 28-30 yosh chaqlarida 30-yillikka Amerikaning iqtisodiy yuz bergan iqtisodiy bo'hronni tadqiq qilib, nimishga yuz berdi. Buning yuz berishning oldini qanday olamiz deb maqola yozgan ekan. Shu maqolasiningki amaliyotini 2008-yili 5-ni kechirgan gap. Shu vaqtda Amerikaning pul muomala sistemasida. Ya'ni bu kishi shu vaqtdagi iqtisodiy bo'hronning yuz berishida pul muomala sistemasining vayron bo'lganligini bayqab, andan keyin qanday qilib pul muomala sistemasining vayron bo'lishining oldini olish kerak, pul muomala sistemasida bir xil tuzumlashtirish kerak, xatarni kontrol qilgan mexanizmlarni yo'l qo'yish kerak degan ideyani o'tirib qo'ygan ekan. Bu kishi 2006-yil Markaziy bankining raisi bo'lgandan keyin, prezident bo'lgandan keyin chairman deb qo'ydi, rais deb qo'ydi. 2008-yil, 2007-yil, 2008-yilda Amerikada pul muomala krizi yuz bergan. Ya'ni u pul muomala krizining yuz berishining sababi butunlay banklar kishilarning, idoralarning, shirkatlarning omonat qo'ygan pulini to'lash iqtidori bo'lmagan kishilarga berib qo'yib, andan keyin ular to'lash iqtidori bo'lmagan odamlar uni o'yinlik tutib qo'yib, ya'ni tayyor pulni o'yinlikka aylantirib qo'ygandan keyin o'z bank qarz bergan pul, ya'ni o'yalman degan qarz bergan pul u boshqalarning puli. Ana bu boshqalar o pulga lozim bo'lib, bu pulni men qaytarib pulni olaman deb kelgan vaqtda ularni puli may chunki Alloh uchun haq qarz berib bo'ldi. Qarz berib bo'lgandan keyin haq u o'yini setib unaga berolmaydi, chunki to'xtam bilan 15 yillik, 30 yillik bo'lgandan keyin oyda to'lab turgandan keyin. Shu vaqtning o'zida iqtisodda bir chekinish bo'lib, haqlar nemisini, xizmatni yo'qotgandan keyin, muqim kirim bo'lmagandan keyin banklardan olgan qarzni to'layolmagandan keyin banklar o o'ylarni o'zi hamda bankning uyida, chunki bankning qarzi bilan olgan uy bo'lgandan keyin o uyning mortgejini to'layolmagan odamlardan uyni qaytarib olib, bozorda uy yo'q, olgan odam yo'q, chunki xizmat bo'lmagan, kirim bo'lmagan nimani oladi? Shu uylarning bahsi tushib ketgan. Shu subprime mortgage krizisidan keyin shu jarayonida bir nechta cho'ng banklar, Lehman Brothers degan banklar vayron bo'lib ketgan. Mana shu xil boshqa sanoat, boshqa cho'ng shirkatlar vayron bo'lmoqda, Amerika hukumati bunga aralashdi. Aslida bozorchilikda shirkatlar vayron bo'lsa o'ziga qo'yib o'tish kerak, lekin hukumat aralashdi. Cho'ng davlatning milliy eglikninki jon tomiri bo'lgan ba'zi sanoatlarga hukumat aralashdi, ya'ni TARF deydigan Troubled Asset Relief Fund degan pulni qo'ydi, ya'ni xatar ichida chatoqda qolgan mulklarni azobini yengiltish fondi deydigan shunday bir fondni o'tirib qo'yib, ba'zi nimalarni qutqizib oldi. Shunga Amerikaning iqtisodiy 2011-yillardan tortib asli kirishga boshladi. Shunga bu odamning birdan keyinki yoshligida yozgan maqolasi o'zining 5 yil o'zi huquq ustida turgan vaqtda kalkin qildi, qanday qilib kalkin qilishning oldini olamiz deb turgan vaqtda o'zi rolni haydab, mashinaning rolni haydab qoldi-da. Shunga kalkin qilishdan burun u odam qanday qilib qutqizishning yo'lini bilib olganligi uchun. Shu vaqtda o'tirib qo'ygan ideyasi uchun. Ondan sırt yana Douglas Diamond deydigan Amerikaning Chicago Universitetining iqtisod fakultetining, ya'ni Chicago Universitetining qaramatka iqtisod fakulteti va Booth School of Business, Booth Soda instituti bularning danliq. Bularning 2017-yil Richard Saylor degan odam noqish nazariyasini o'tirib qo'yib, qilmish
harakat iqtisodshunoslikqa to'p qo'shganlik uchun Nobel mukofotiga erishgan. Bu o'qish nazariyasi haqida men bir qatim so'zlab berdim deyman. Milton Friedman 1976-yili mush fakultetning o'qituvchisi chaqda bu odamni nemaga shu monetarizmningki o'tir qo'yuvchi adam bu. Milton Friedman shu Chicago universitetidan iqtisod fakultetining o'qituvchisi shu Nobel iqtisod mukofotiga erishgan. Ya'ni Chicago universitetining iqtisod fakultetida danglik avlardan bir necha adam o'sha iqtisod Nobel iqtisod mukofotiga erishgan. Hozir qadar 50 necha adam Nobel iqtisod mukofotiga erishdi. Buning bir nechasi Chicago universiteti iqtisod fakultetidan. Ma'u Diamond degan odammi ashadin. Bu Diamond degan adam bilan Washington universiteti St. Louis'ninki Washington universitetida yana bir adam bor. Philip Digweb deydigan iqtisodshunos ekan. Bu ikkisi Diamond Digweb bu modelni o'tirib qo'ygan. Ya'ni bularning asosli o'tirib qo'ygan narsasi nima desa, iqtisodiy kriz bilan banklar o'rtasidagi munosabatni kuzatgan gap. Ya'ni banklar yaxshi, banklarning qurilishi yaxshi deydi. Banklarning bo'g'ini yaxshi. Ya'ni sizda o'shqich ishlatmaydigan ortiq pul bor, siz bankka qo'ysiz. Bankka uni manga o'xshash ashxona ichmi tijoratni qilmoqli, uy olmi degan, mashina olmi degan odamga ijaraga qarzga berdi. Men o'sim to'layman. Ana men uni iqtisodga qo'ysam, ya'ni men ashxona olsam, odam ishlatmayman, shundami? Mashina olsam, mashina sotgan odamning iqtisodiy foydaligi uning kirim kirdi. Uy olsam, nurg'un odam foydali uningdan. Bankimi foydali, uy setish bergan, uy sotgan odammi, ilib setish bergan odammi foydali. Shundami? Uy olganligim uchun men uning mortgajini to'lamasam, men qattiqroq ishlayman. Demak, bu xil faoliyatlar shunday banklarning qarz omonat qabul qilib, uni qarz berish jarayonlari dastlabda bo'sh turgan mablag'ni amaliy unumli bir mablag'ga aylantirdi. Bu iqtisod to'p qo'shidi. Ammo banklarningki shundaq mana shu jarayonda bir mismatch, ya'ni shundaq bir-biriga mos kelmaydigan ish bo'lib qolsa, zo'rxon bilan zo'rdan chiqshamabdi deganga o'xshash. Bir-biriga kelishamaydigan ish bo'lib qolsa, chatoq chiqadi deb. Ya'ni nurg'un odamlar o'tganda Xitoyninki Xanan mashina o'lkalarida banklarda omonat pullarni aptishibdi degan gap chiqadi ekan. Nurg'un odam berib olib, qarzimizni qaytarib, pulimizni qaytarib deb az qildi-ku. Bu iqtisodiy masala, shunday ijtimoiy masala emas, siyosiy masalaga aylanib ketadigan ish chiqadi. Shunga mushada hamda banklar boshqalarga bu pulni qarz bergan vaqtda, u qarzni vaqtida qaytarib ololmasa, bankka omonat qo'yuvchilarning ko'pi bankda pul qolmabdi degan gapni anglab, hammamiz kelib bankdan ikki pulimni deb qolsa, u chaqda nurg'un odam bu pulni allaqachon 90%ni haqqa qarz berib qo'ygan bo'lsa, u pulni qanday qisqa vaqtning ichida hammaga yondirib bera oladi. Mana mushundaq ishlarning oldining bank run deb qo'ydi. Bank qo'rqusi. Bankda pul qolmabdi deb qo'rqib hammadan berib olib, amaliyotda bankka obdan mengavatgan, ammo nurg'un odam bir vaqtning o'zida pulimni olaman, pulimni ilib olaman deb basa, qonun bo'yicha uning puli borligini bankka qaytarib berish kerak. Shundami? Bu banki u pulni chiqarmay, oxirida o'zining qo'lidagi mulkni azam ba'da setib o'tib, oxirida ziyniga minib vayron bo'lgan bunday bir ahvolni. Ya'ni kishilardagi nurg'un kishilardagi bank qo'rqusi, qo'rquning haqiqiyligi bo'r keldi degan avxil qo'rquning oxirida haqiqiy bo'rini boshlab kelganligini, banklarning vayron bo'lganligini bular degan, ya'ni iqtisodiy kriz bilan banklar o'rtasidagi munosabatni kuzatganligi uchun bu ikki kishiga mukofotni bergan, 3 kishiga mukofot bergan. Demak, bu 3 kishi mukofotni tang bo'lishidi degan gap. Xo'sh, bu yilgi Nobel iqtisod mukofotininki sohiblarininki iqtisod ilmiga qo'shgan to'p uchun berilgan. Endi men shu munosabat bilan bu banka, pul muomala to'g'risida gap qilganligim uchun, to'g'ri gap qilganligim uchun men kitob to'g'risida kichkina so'zlab o'tay. Pul muomalaga mablag' silish degan kitob Amerikaga 100 ga yetib kelgan, uni Kaliforniya yo uyabiyaga avatgan bo'ldik. Kaliforniyadagi qarindoshlarga rahmat. Kaliforniyadagi qarindoshlar eng qizg'in tugab bo'lgan gap. Texasdan, Pennsylvaniyadan, Marylanddan, uyabiyadan, Montanami, ashnaxyalardan qarindoshlarimiz yetib olgan gap. Bu 30-yillar Virginiyada Uyg'ur bozori bo'lgan vaqtda u yerga bir qism kitoblar qo'yildi. Qapqog'ini faqat shu. Bostondagi qarindoshlarmi o'zaro qo'llab mush ishlarni.
Ma'lum, shunday kitob yozibsiz, qo'llash kerak buni deb. Ba'zi qarindoshlar aslida bir narsa bo'ladi, 2 dan 3 dan setib olgan qarindoshlarmi bo'ldi. Albatta, ular boshqa do'stlarimizmi ko'rsin shu kitobni deb yaxshi niyat bilan qildi. Men shunday tushundim. Bu qarindoshlarning hammasiga rahmat. Yana shunday o'zaro qo'llash, rag'bat bo'lgan vaqtda, ya'ni texmo xalqqa foydali yaxshi ishlar vujudga keladi. Bu shu munosabatlarni ko'pchilikni xabarlantirib qo'ydim. Yıl oxirigacha ikkinchi kitobim nashrga beriladi. Chiqib qolishi mumkin. Kitobning ismi Egilik tiklash melodiyasi. Shu qarindoshlar, egilik tiklayli, iqtisodda kuchli bo'layli, tirishayli, qo'shimcha pulimiz bo'lsa, mablag' sayli, yaxshi yerga mablag' salayli. Anadagi bo'lsa, yana idrokimiz bor, jasoratimiz va tijorat qilimiz va kishilar korxona qursaqmi, shirkat qursaq bo'ldi. Buning misollari Amerikada bor, men borgan yerda bor, men bor shaharda bor. Yana oshxona ochgan, kompyuter, telefon masalalarini o'ngshaydigan texnik mulozimat shug'ullanib pul tepayotgan korxonachi qarindoshlarimiz bor. Anadan keyin boshqa yerda Uyg'urlar ko'proq yerda maktab ichib, texnik maktablarni ichib, yoshlarimizni tarbiyalayotgan, bilim o'rgatayotgan qarindoshlarimiz bor, korxonachi qarindoshlarimiz bor. Bularning hammasining ishlari alg'a basson, ilgari basson, shunday bo'lgan vaqtda oramizdagi kishilarning iqtisodiy ahvolining yaxshi bo'lishi, ishsizlikning yo'q bo'lishi ro'yimizni ko'taradi. Shu munosabat bilan men Kaliforniyadan tatib, Teksasgacha, Pensilvaniyaga, Bostongacha mana shu rayondagi shu kitoblarni ilib o'qiyman, o'qib boqaman degan qarindoshlarning hammasiga rahmat. Andan sirt yana ayrim qarindoshlar so'z qoldiribdi. Masalan, Avstraliyadagi bu gap menga keldi bu gap. Va boshqa rayonlardagi kitobni nerdan olamiz deb Yevropadagi qarindoshlar taklamagan Uyg'ur nashriyatini olsangiz bo'ladi. Qulay apandim sizlarga avatib berdi. Rahmat hamsa minglarga.